Ondaqda ben mağaylıdır. Ben tek bir kere yalnız koymadığımız için sizi kötü görüyorum. Ondaq deyim ha. Oturşanlar köngülük bolsun lider. Pul demse. Nima chichi delisiz? Men bilsam bo'lmag'idek bir ishingiz bormidi ya? Nima? Siz dadamning keyin turib cho'mishlar aralashqanchiligingizni bilganman. Yo'q. Siz dadamning ko'ziga sirli qarab vaqtingizda ham ko'nglim bir ishlarni sezganman. Qarang, boshqa joyga berib paralashaylik. Ne var siz? Direktor, siz soatning qilmoqchi. Sen qilma ha. Sizin dadam bilan zaten munosabatingiz bor. Ne oldu? Oy, kechiring. Chiqasiz. Kechiring direktor. Bir kız kechirim bilan o'tyapman-da. Direktor, ben sizga hozir kechiring deyishdan boshqa deyamayman. Biz kechiring. Sizlar agar dadamga nisbatan boshqa niyatda bo'lgan bo'lsangiz, bu niyatingizdan darhol voz keching. Nima? Amalga oshmaydigan ishni beshig'idan biz chiqib o'tganimiz tuzi kerak. Buni men demasam, obdan tushunolgansiz. Direktor, siz meni rastola xato tushunib qolgan o'xshamamsiz. Men bu sizni xatomi tushunib qolganman. Agar rost shunday bo'lsa, sizdan ko'p minnatdor bo'lgan bo'lardim. Direktor, ben siz işten düşüp kayıttım. Gelip. Siz bir gap so'rab qo'yaylik. Ben Şadiye direktor. Siz xizmatni tushunamsiz? Kısat müdürüm ha, Xilop'tan bildim. Qanchalik tushunasiz? Bu şirket işlevatqıl 8 yıl oldu. Astoydil, talabchan, xizmat iqtidori yuqori. Bu jihatdan dindim. Uning oilasi muhabbatli shakvali. Eng muhim erlar bilan bo'lgan munosabat. Erler bilan bo'lgan munosabati bulan bilmayman. Siz aytdikcha makadirlar bilmadan ijtimoiy aloqasini ish boshlangan oid hamma materiallarni aytdikcha men ishxonaman. Onun munosabati barliq materiallarni ekanman. Hammani dedim. Anladingizmi? Ma ishimizning parini ne? Qisat anglab qolmasin. Bulamda Bildim direktor. Ben Şadiye. Polat direktor sizga munosabati barliq materiallarni ekan dedi. Shunda nima uchunligini bilmadim. Qattiq xafalatganda qildi, qana qilman. Qarag'anda bira avarchilik yo'l qanday qilsiz? Ha? Polat direktorni. Lekin ma'qul tushundim. yattangmi? Qaysar. Akaning gapiga unchalar xafa bo'lib ketma. Sen kichik bo'lgandikin
aldida uningdan kechirim so'rab qo'y, ha? Bugungi ishda sendinli o'tdi deb turib olmayman bolam. Akandimmi o'tdi? Her ikkilanlar mening yurak param. Asli tamoq ustida degan jim o'tirib tamoq yeydigan ya. Osh gaplarni u yerda tegashmaydigan gap. Lekin akam Ha bo'ldi. Qara. Bizda 7 o'lchab bir kas degan gap bor. Bundagi har qanday bir ish qilsang, gap qilsang, men kallangni ishiltib gap qilg'ina bo'lam, ha? ma'qul dada, ma'qul. Ha, bo'pti. Amsa baldiroq damog'. Atigalik ko'rishaylik, ha? Dada, Ha? shu sang deydigan bir ish bor-ku. Ha, degina nima ishdi? Shu boshqa ish emas. Eliq qizning ishi. Ha, uni uqdim bilan. Ha, maktabga opirib qo'yib, nayt yaxshi qilibsan. Demakchi bo'g'inim, mana shunda qalayimqanchiliklarga aralashma, yugina qaysar. Ma'qul. Shu dada lekin o Voy, nima to'li lekin senda? Ha? Qaysar lekin degan sanmiya? Ha, yaxshi uxla. Atigalik ko'rishlar. dada. Uxla. Dada o Dada. Nima qilyapsan bolam? Hayotga yig'inga tayyorlik qilib. Jasur. Qaysar sendan kichik. O sening ufkan bo'lgandan keyin ko'proq yo'l qo'yishingga to'g'ri keladi. Abayqidek gapni qilsang, u baxtchil bo'lib qoldi bolam. Endi sen mush uyning tuvriga agar mendan keyin qolsanglar, sen uning oti bo'ladigan odam. Men bildim. Bundan keyin diqqat qilay. Men material sal muhimdi. Ma'qul bolam. İşlaringga daxl qilmay. Amsi senmi baldiroq damog'ini? Men ratlab qoplam qilayman. Ma'qul.
Nima oldu? Çaşqanma. Oy. Oğlum siz bu yerda yursiz-ku. Dada, sen tunumsu bu kız ne? Bu yer nima qilyapsiz? Sen mi tunumsu bu kız ne? Cesur sen mi? Ya men tanımayım. Mening qo'sqim ichib ketib shu. O'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Air Champ. Qalğaç markalık sopun paraşoki vətən erkin çıxırıcı. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşoki. Pərilə. Mən Dilkan Xalqara Soda çəkiliş şirkəti tajdorligini olgan At Arzusu filmidagi plat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Hey, degan bir umdalli maktabga opirib qo'yma deb ketganding-ku. Dada maktabga qo'y mangan. Iliq meni oldiga aldamchi bor-ku. Shu uchrab qoldi yo'lda. Uni qo'g'ildim, achchig'im shuning bilan. Taqına oldu. Shuning bilan unutdim deb achchig'ida og'zini sopkisi uni beshiga otdim. Ha, oyog'i-chu. Oyog'i shu boya degandek oyog'i shu. Vay. Tilanda bir çaynamay bir tızrak degine. Vay hanım boz aşk kızdan somkısı kıvasım küçük yitip da lahvasının. Hey Nanqapi, qachongacha bunda yurasizsan? Kimdan qilibga? Qaysi vaqt bilan Kallan ishlamdi ishlamam sening. Hech vaqt tomoq yeyapsa boshqa emas. Sen bo'p berdi, ha? Voy. Bir gap qilib bo'lmaydi-da, bolalarım. Jasur sen kirib uxlig'in ama. Nanqapi. Ishlablam yurgan. Bo'ldi. Uzaman qilay. Şuna ulan senin kulağının beşiğe atıdığın somkıdan başka ne çıkmadı mı? Shu. Başqa bu. Keyin izlab baktın mı ya? Somkani men atqandim, u somka yuk mashinasidan ko'z pochib ketdi, qo'llab yetishim. Sen şu yük maşinesi atkansa onu. Vay Kaysar sen muştaşların hemen samını yolu kanda ha? Sen nimini kanlaştırıp baktığından ha bir de bak ha? Undan bo'lsa ketmasmi acha? Neymiş ki bana demeyse? Sana deydigan. Hey bir öydikilerini hatırlayacağım kıp baksan bombamdı. Ne qilsan unda qilsan? Kasım kımsan da. Bo'ldi balam bo'ldi. Saqchiga ma'lum qilgansa? Yo'q. Ondan qilsa. Bak kız tugitibsa. Akşam o kızın ders gereklerinin hammasi şu somkadan içinde degine. Shu maktabga topshirmoqchi bo'lgan pul kimniki deganning hammasi shuning ichida. Hey bir işine uylaşıp kısan bombamdı. Endi kanda kılırsa. Bo'ldi qiling balam. Vay arlaşmayma oldu bu işler. O'tiring ha. Vay dada. Ya undaq ya bundaq bo'lib olgan. Lahva. Ular ish bo'ldi. Endi ming qilgan bilan izg'i kelmaydi. Saqlab boqila, tepilib qola. Angacha bu qizmush uyda tutib tursin. Men bir kun bo'ldi acha tomoq yemedim. Voy shundoq bo'lsa-mu, oldirmagan. Men sizga qiziq choy quyib eklaychimi? Dada, nimda vatsa? Bu uy paravalliq o'rnima? Elima hammam. Mani. Ha? Aş tamog'ingni itib, kirqattingni yuvib, endi men ortiqcha odam bo'lib qoldimmi? Hamma men unda demoqchi emas. Ha. Agarchi haqqasing menda rozi bo'lishmisan, atidan boshlab bu uyga kirmay emisan. Voy amma men unda demoqchi emas. Mening demoqchi o'g'lim. Biz ya o kızın tanımasak, tigidekni niye düşenmesek, qandoq bulup bizi oyda tutuldu deyman. Xislat. Hirvar. Sen xato tushunmagan. Xislat unda demoqchi emas. Qizim keldi davaming abalan. Voy malaydek ishlab beqib cho'ng qilib qo'yasam davatgan. Voy amma. Bo'ldi qilinglar. Uf, o'yjon. Bo'ldi. Hech qanday ishlar aralashmay bo'ldi. Bo'ldi.
Voy, nega mansız bala? Bo'ldi, unda gap qilma. Akam to'g'ri aytdi canım balam. Voy yeninizde hiç limonuz yok. Nege var attınız? Bu şey türeyiversiz. Bu uyda birga turib bo'lmagan ekan. Ko'chib ketish kerak. Shundaqmi? Ha, Parvarning endi turing. Atliganda soqchixonaga berib boqmasak bo'lmaydi. Bu pek og'riqib ketdim. Voy, voy her işin tergı adama kayser kılsa. Siz yemek küçük battınız bala. Shu, Parvar. Ha? Balını açqib baldiroq dam elinglar. Qaysar, tupa bizmi dam olamiz. Qolgan gapni ati deyishayli bo'ldi. Ha bo'ldi. Men abalam. mak kishini qam desam o'qib taqatdim. Bo'ldi. Videoman. Hozir ahvolingiz qanday? Yaxshi. Jasur doktorning davolashasida intayin yaxshi bo'lib qoldim. Salomatligim normal bo'ldi hozir. Men ahvolbek turaqliq. To'g'ri vaqtda ishlatib ishtasimdek yaxshi. Yaxshi. Ha? Qam desimni qilay, normallashibdi. Ha, qam desim normal. Bo'ldi. 1-2 kun o'tdan ko'z taqib, boshqa alayda ahvol bo'lmasa, doktorxonadan chiqsa bo'ladi. Rahmat, doktorxon boshliq bo'ldi. Özlerinin ahvoli qanday? Yaxshi, amdan qoldik qani. Rengi ro'yimi qizirib yaxshi bo'lib qoldi. Bo'ldi, o'qdan normal. Davolatida yaxshi. Vaqtlarınız xo'sh. Rahmat. Doktorxon boshliqamish, doktor sestralar ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarga rahmat. Yaxshi arabilinglar. Bo'ldi. Direktor. Men sizni buncha aytgan kelar deb o'ylamabdim. Shu nashti qilib olay degandim. Qanaqa qilaman? Xislat olim 29 yosh. Shirkatga kelgili 8 yil bo'ldi. O'qish tarixi bakalavr. İjtimoiy munosabat yaxshi. Kasbjon, chidamliq, sabrjon, tevranmas irodaga ega. Şirketga ajab tez o'sib ketibdi. Bu xotinni dadamdan qanday ayirish kerak? Bo'lmaydi. Shunaqa. Unda qanday qilamiz? Bu bizningki shirkatimiz uchun bak muhim bir xaridorimiz edi. Ya bo'lmasa lider ash faoliyat berib bir qatnashib baqsinmi ya? Shu joyda tushunib qolarmiki. Qarang.
Өткенде лидер qatnash hadisi uchirgandan keyin salomatlik toza yaxshi emas. U faoliyatlarga qatnashamaydi. Bizning şirketimiz uchun bak muhim xaridati dedim-ku. Siz bir qayt kirib tapa qamsiz ya. Kechiring. Qayt o'tingan taqdirdimi bo'lmaydi dedim, bo'lmaydi. Lider shundoq jikilgan. Kechiring. Qaytib keting. Bu bemorning har bir soati bir qatim qon bosimini o'lchab turinglar. Shu bugun achchig'im keldi qarang. Bu xislat mudir o'zini lider chaqlab qilayotgan o'xshamamda. Lekin xislat mudir xizmatni nihoyat yaxshi ishlaydi. Shunga lider uning ishini da. Ishini da. Bu meningcha ishinish masalasi emasmiki. Ularning o'rtasida azroq g'ayri munosabat bormikin deb o'ylayman. Bu xislat mudir nihoyat axloqli qiz bo'ldek ko'rindi. Biroq hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tug'usida atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tug'usida atganchi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, xo'rlik, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Gülüm qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyorsun. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Hayat tutken bergeyn Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmakta ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturmuşma. Tam hakkında var. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dada? Oy aralashmayın ne qo'yishlar. Oturun ha. Bo'lmasa mashtingizni qipla. Of dada qusqum oshmidi. Limon axshimiz qilsa. Voy dada, limanda adabsizlik qilasiz. Adabsizlik qildimmi? Voy acha. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Beraber çayacak. Pardon. Kabuk yedin mi? İşten düştün mü? Okudun mu? Digenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam.
Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Baba. Ayya. Oğlanım yığılamdı. Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Kulkam bilan o'ldiras bizga yuramsan? Dadanın aldı bir xalq pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Daha gözünüz açma. Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kız bağımı asraşma. İnaklık gevheri kaldı şit kız bağımı asraşma. Yandaş bağımı asraşma. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin tapalmasın cay. Cilger gülnüm tikini birge. Güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savol. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar
kılmagan hayat Kanaat baxtdur, baxit kanaat Esinden ketmesin şu oddiy sabah Esinden ketmesin şu oddiy sabah